Bismillahirrahmanirrahim. 60. Jazoni to'zini qo'nganlar. Nasaida naql qilingan bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Shundoq bir kunlar keladuki, jazoni yemagan hech kim qolmaydi. Har qancha jazoni yemagan odamgimi uning to'zini bosimi qo'nadi." Payg'ambar alayhissalomning bu xabariga binoan bütün insonlar jazoni yeydigan, yemaganlargimi uning to'zini bosimi qo'nadigan davr haqoqatan bugungi davr bo'lsa kerak. Bu davrda yashagan insonlar jazonini kredi deb atab, osonli jazoni berib ilyotadi. Bu ig'ir gunoh bir bo'lik namoz o'qiydigan insonlar ichidami yomrab, parhezkorlik bilan yashashga tirishayotgan bir qism kishilarga qadar ta'sir ko'rsatadi. Ko'plagan kishilar tijoratini kengaytirish uchun bankalarga berib, kredi nomi bilan jazoni berib ilyotadi. Jazoni yemaganlarga kelsak, ulargami hech bo'lmasa jazonining to'zini qo'niyotadi. Ya'ni ya navoiyxonalar jazoni qilish orqali ular yeydigan nonlarni pishirib sotadi. yoki ular kiyadigan kiyimlarni ishlab chiqaradigan korxonalar mazkur kiyimlarni jazoni qilish orqali ishlab chiqaradi. yoki ular oladigan uylarni sog'an huddigarlar jazoni bilan mazkur uylarni soladi. Ba'zida uyni sog'an kishi jazoni olgan biriga uyini sotadi. Mana mushuningga o'xshash necha o'nlagan muomala jazoni yeguchilar bilan mahsulotlarini jazoni qilish orqali ishlab chiqarganlar orasida bo'layotadi. Shu sababdan inson o'zi jazoniga bevosita aralashmasimi, jazonining to'pchonlarini bo'lsimi yeyishga majbur bo'layotadi.